Bu ism kimnidir kuldirsa, kimnidir yig'latyapti. Ba'zi bir insonlarimiz yaxshi niyatda kreditga avtomashina olaman deb pul to'lab kuyib qolayotganlari son mingta. Mana shularning savollariga javob olish uchun biz esa Usmon akamizning oldiga keldik. Demak, Index Avtokredit rahbari Usmon akam. Assalomu alaykum Usmon aka. Oddiygina xalqimiz tushunadigan tilda gapirsangiz ham bo'ladi. Nimaga siz shaxsan Index ko'p tarmoqli savdo sotiq bozorini tanladingiz? Birinchi navbatda bu Index tanlaganimizdan sababi shaharda arenda narxlari ancha baland. Keyin shaharda bunaqa bizaga mashinalarni ko'p qo'yishga 24 soat ishlaydigan aholi sistemalar yo'q. Shuning uchun biz arzonligi uchun, joylari tekinligi uchun Index tanlaganmiz. Bizning soha aynan avtomobil, avtokredit bozorida, lekin ishlar ancha qulay, hamma sharoit bor, hamma banklar shotga yetib kelgan. Endi boshida bizaga ancha katta chegirmalar berishdi. Shu orqasidan ham biz ancha klient yig'ib oldik. Misol uchun biz agar shaharda bo'lganimizda GAIga borishimiz kerak edi. Yo bo'lmasa notariusga, bankka отдельно borishimiz kerak. Shaharda joyimiz yo'q. Bu yerda hammasi shu. Mana shu Index bozorining ichida bitadi. Misol uchun mashinada raqobat mana xitoyliklarning o'zi ham shu yerda o'tiribdi. Nimaga? Arzonligi uchun, mana steynkalar tekinligi uchun, hamma narsa tekinligi uchun shu yerga kelib o'tiribdi. Index Automotors boshida qancha pul bilan ish boshladi va bugunga kelib oboroti qancha? Ishni boshlaganimizda taxminan 12-13 ta mashinamiz bor edi. Xo'p, hozirga kelib 25 taga yetgan. 25 taga yetgan. Toshkent Indexi yana qulayliklari haqida gapiradigan bo'lsak, biz uchun Toshkent Indexda avtomobillarimizni har bir sotib olgan mashinamizni mana shu Indexda o'zida intest bor. Ular bizga tekshirib berishadi va ular biz uchun katta chegirmalar qilib berishadi, chunki biz oyiga eng kamida bo'lmadi deganda 40 ta 50 ta mashina ulardan tekshirtiramiz. Misol uchun bizda mijozlar mashina sotib olsa, mijozlarimiz o'zi ham sahifamizda bilishadi, hammasi 100% tekshirilgan mashinalar bo'ladi. Qo'rqib o'tirganligiga nima degan bo'lardingiz? Endi tezroq kelib ishni boshlaylar deymiz. O'ycha o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiradi. Endi nimaga unaqa deyapmiz? Misol uchun bu yerda boshqa bizning raqobatchilarimiz bor, katta. Bizga to'g'risi bekitadigan joyi yo'q. Bizdan qaysidir mashinasi bir xil bizdan arzonda. Ularni ham nima qilmayman? Yunusobodda edi ularning joyi. Misol uchun mana ular mashina GAIning yonidan joy oldi. Nimaga? Hamma ish shu yerda bityapti. Yunusobodda tursa, notarius 3 kilometr nariyoqda, bank 5 kilometr bu yoqda, GAIga Fayzobodga keladi. Undan ko'ra bu yerda hamma ish shu yerda bityapti. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hurmatli tomoshabin, xulosa o'zingizlardan. Hali ham bo'lsa kecha emas, tezroq kelib ishni boshlaylik. Kun o'tib ketyapti.